Assalomu alaykum, Ilhom Uralov official kanali, dublyaj kanalini ashaddiy 3000 ta muxlislari. Biz 3000 ta bo'libmiz. Hammaga rahmat, sabr-matonat, xursandchilik, yaxshi kayfiyat bilan mening dublyajlarimni tomosha qilgan insonlar uchun men o'zim haqimda gapiradigan bo'lsam, o'zim 25 yoshdaman. Jizzax davlat pedagogika universitetini tugatdim va tugatish orasida dublyaj qo'ya olmay qoldim. Muammolar, ishlar, o'quv dasturlari ko'payib ketganligi tufayli dublyaj kam qo'yyapman. Sezgan bo'lsangiz, inshaalloh Xudo xolasa dublyajga yana qaytaman va dublyajdan tashqari yana boshqa yangiliklar ham qilaman degan niyatim bor. Kim qanday fikr beradi agar boshqa qanaqa yangilik qilsam bo'ladi, lekin Vine sohasiga, prikolniy, komeditskiy sohalarga qo'l urmoqchi emasman. Ya'ni nima bo'lsa ham faqatgina o'zim chiqmoqchiman, o'zim gapirmoqchiman. Masalan, qanday yo'nalishni maslahat bergan bo'lardinglar? Bu birinchi savol edi. Shu, oxirgi savol shu. Va sizlarga rahmat aytmoqchiman. Qo'ldan kelgancha harakat qildik dublyaj qo'yishga va 3000 ta bo'libmiz YouTube'da ham. Inshaalloh 10 000 ta bo'lsak bir o'tiramiz bayram qilib inshaalloh. Hammaga rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Sizlarni hammalarini yaxshi ko'raman.